Qaranglar. Hozir savol javob o'ynaymiz. Men sizga savol beraman. Agar men yo'lamagan bo'lgansa kimga yo'laysiz? Kimga yo'lanardingiz? Boshqasiga. Kimdir variantingiz bormi? Ha. Samovaga qarayman. Boshqasiga, boshqa qiz. Обычный. Noto'g'ri javob. Sendan boshqasiga voy, sen yo'lanarding, xolos deyishingiz kerak edi. Agar men bo'lmaganda to'g'risi, logично o'ylab ko'rgan. Logично yo'q edi bu yerda. Javob berish kerak. Sendan boshqasiga uylanmasdim, sen bor bo'larding deyishingiz kerak. Ha, ular kelmoqda ayolga. Hayolingiz qursin, hayolingizga hayoli. Xullas. Davsha. Ular bitta xonada ko'pgina xotinlar qamab qo'ydi. Ichidan meni qanaqa qilib qolasiz? Siz ichkariga kirarmisiz? Yo'q. Ha? Chiqasangiz, men to'xtab qolasangiz. Более-менее. Более-менее. Kirganingizda o'ldiradi. Qarang. Agar sizga $1 million tanlaysanmi yo nima $1 million boshqa qiz o'pasanmi, $100 xotinimni o'pasanmi desa, nima derdingiz? Men o'pasam desam nima? Savol boshqadan bering. Men $1 million boshqa bitta qizni o'pasanmi yoki $100 ga o'zingni nima sevgilingni o'pasanmi desa nima derdingiz? Lekin o'zim xotinimni o'paman. Qarang. Dunyodagi eng go'zal qizga gul berasizmi yoki menga gul berasizmi? Sen gul berma. Menga gul berasiz. O'rtacha javob bo'ldi. Ichingiz kerak. Dunyodagi eng go'zal qiz sensan, senga gul beraman deyishingiz kerak. Ammo aytmadingiz-ku.